ko'pchilik bemorlar o'ylaydiki, men belim og'riydi, yonbosh sohamda, oyoqlarimning sohasida, orqa tarafda uzatuvchi og'riqlar bor, harakatim kuchayadi, men grija bo'lib qolganman deb o'ylaydi. Yo'q, faqat grija hisobiga emas. Quyidagi holatlarda ham bel sohasidagi og'riqlar kuzatilishi mumkin. Birinchisi, fascitis sindrom degan holat. Bunda ya'ni umurtqa pog'onasining orqa tarafda o'zaro bo'g'im o'siblar orqali tashdan paydo bo'lgan kichkina bo'g'imlarda artroz, ya'ni degenerativ jarayon paydo bo'lish, kuchayish hisobiga bo'g'imlarda fascitisni og'riqlar, ya'ni bel sohasida uzatuvchi og'riqlar va qochishlar kuzatiladi. Ikkinchisi, miofascial sindromlar, ya'ni surunkali noqulay holatda yurgan, bel mushaklarida doim tortishish, spazmlar, zo'r qushmay yurgan holatlarda, ya'ni grija hisobiga yoki noqulay harakat yoki bo'lmasam qanaqadir nevrologik og'riqli sindromlar yoki nevralgiyalar, miozitlar yuzaga kelganda surunkali noqulay holatda uzoq vaqt qotirishdan, uzoq harakatlarni davom ettirishdan maxsus mushaklarda trigger tochkalar og'riqlar paydo bo'lib qolishi sizni belingizdagi og'riqlarga sabab bo'lishi mumkin. Demak, shuni unutmangki, sizni belingizdagi yuzaga keladigan og'riqlar faqatgina grijalar hisobiga emas, turli xil sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin va bularni albatta mutaxassis ko'rigida ajratasiz va ularga o'z vaqtida to'g'ri yechim matog'ini topasiz. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.